Eski ayollar emas. Apa eski. Mama önüne iş ayetidayı yapıyor. Apam eski. Apam eski. Ne apam o öş? Ya babam. Oğlum. Sen doğru değilse. Dadam mı doğru değdi balam? Ayvan cenda öz balısını özü kandak usul qoğdaşını bildi. Menin sana ana buluştu. Salaf ettim tuşmaydı. Ben şunda kılayım. Fakat senden ayrılsam da sen hatırcam yaşaysa. Değil onda kılay balam. Oldu kam, ben nasihat qilma. Ben bir qaraq kep boldum. Oldu akam, hazır var. Ben bu turmuşdan jaq toydum sandım. Alimcan bunda ayrı çoğuz qat'iy bo'lmaydi. Ben onunki kelgisining vayron bo'lib ketishini qat'iy xohlamayman. Bu yo'niga to'g'ri deb turayli. Lekin sen yengemni balurdi deblam, onunla ajrashib ketsang, aniq Olimjonning baxtini o'z qo'ling bilan o'tqishtirgan bo'lib qolsa. Bu uni suvdan olib o'tqa tashlag'ning emasmi? Mening endi tanlashim yo'q singlim. Uning ustiga mening bunda o'ylayotganim uzun vaqt bo'ldi. U degan oila ayol tursa, kirqat yuvish, bola boqish. Mening halimdan xabar olishdan boshqa yana nima muhim ish bo'lsin? O etigendan kechgacha uyda lag'aylab kun o'tkazdi. Uning usti bu yaqin yoq Olimjonni to'xtamay urib olgan bo'ldi qara. Uning nari bir xotin kishiga oila ayolga bir aniga o'xshasin. Undan deb ketma aka. Bu ishlarni o'z beshida o'tkazib baxmaganlarning hech qaysi bilmaydi. Balki bu turmush besimda mushta bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Qiziq gap qilgan Safqa. Men uning xashlaydigan pulini kam qilmasam, uningga etigendan kechgacha lag'aylab Bikaj yursa, uning yana nim besim bo'lmoqchi. Aka, ya bo'lmasa yengemni doktorxonaga olib tekshirib boqamsan ya. Voy ukam, onida nadan bir kasal bo'lsin. U sapni saqtusa. Uningga pul vaqt sarf qilgim yo'q meniki. Qarasamla arvoyim uchudi. Lekin aka, voy bo'ldi, jiqqa qilmag'ina singlim bo'ldi. Men bir qaror kap bo'ldim. Devletimizdeki öyleniş kanunundan ki yeni belgelimizde asaslanığa baktığın özüde biz burunqadek kelişip kelgen bolsalarmı şu günü özüdüler bizlerni ajrashtıramaymiz. Yani bizniki hazırmı şu kanunu belgelengen belgenin boyunca sizlerniki 30 gün soğuqqanlık bilen oynayış bir muddatlar buladı. Hem de bu jarayonlarda qaysi bir taraf vaz keçip qalsa, yani ajrashqim yo'q deb şu ifadesini bildirse, undaqda sizlerniki bugungi yayınlanma inovatsiz bo'ldi. 30 gün mühlet o'tgandan keyin ishkanlar yana birga ketishinglar kerak. Endi men bu yerda bir nuqtani ta'kidlab qo'y, aranglarda bola bor ekan. Ishkanlarning munosabatlarini uzish nihoyat oson, biroq barcha bog'liq shu umaq hech qanday gunoh yo'q sabab bolalar qilib qoladi. Shunlashqa sizlar yana bir qatim o'ylanib, aniq aytkirsanglar. Biroq bu oldi. Yana bir soqqanlik bilan o'ylanib, andan bir qaror kirib kelasizlar. Bosib yo'q tutib kelinglar.
Zaten neymiş için? Siz kolunuzu mengü koyuvertmeymen diye emesmediniz. Neymiş ki? Neymiş ki verdiğinizde durmayısınız? Beni neymiş ki aldaysınız? Zaten neymiş ki? Zaten neymiş ki? Bargül, ahir siz bilan to'y qildigan bo'ldim. Men sizni yaxshi ko'raman. Men bu fursatga nihoyat tezda erishdim. Sizning qo'lingizni menga qo'yib yotmayman. Bu mening tushim emasdi. Men bu qo'llarimni sizdan boshqa hech kimni tutqizmayman. Oy, 120 to'piqlar. Hey, 120 mi? Acaba uxlab ketmasa bo'pti. Hey, xotin chaqqan bilan mashq qilib turing. Chaqqan bilan. Ha, birdan tupturgan hazırlık qaytib berme. O texte yavmidi ba? Apam eski. Ne apamga öş. Ya Oldu ukam. Ben nasihat qilma. Men bir qaraq kep bo'ldim. Balki o turmush besimda mushta bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Feras, avval go'shin solmanmi, tuxumnimi? Oycan, bilettim zaten müştah bulduğunu. Buldu, ötaymen, üzerine itey. Itime, özüm. Siz çıkın. Buldu, çıkıp gittin. Karantığı mapleseyle cümleyi bunda koyuşlarınız ne? Hem yan koyayım kalk. Buldu, çıkıp gittin, üzerine itey. Siz karan ıgrayak. Tunca gittim bir tamak et bireydi gavafıda. Ara beni. İstemem. Ben. Ara beni. Oy, hocan. Hocan. Oy, kızım. Oy, can. Otur, asta. Oy, 120 to'piqlar. Ha, ma'qul. Oy. Hey, 120 mi? Ayarım bulanma de. Ötün. Ummaqlıqını. Küldi. Akran küldi. Şunda ummaq ha? Şunda ummaq bu. Mənə oxşapdı. Sizə oxşatdı. Küldi. Ummaq. Bulam. Men kapıma. Apmaz bayım. Bulam soğuma. Ben ba. Adı gitti. Sekiz gitti. Vakıttı mende. Hey kut ne? Kopala. Hemen çıkıp kaldım çakam kopala. Acaba uxlab ketmasa 8 bo'pti. Hey xotin chaqqan bilan mashq qilib gapiring. Chaqqan bilan. Mayan uxlab yotgan. Ne chaqqan bilan men kechikib qoldim. Siz qo'pab mashq tayyorlab turing. Uy, bolam, nim boljiq tutadigan bu. Kadın. Uy, bolam. Bo'ldi. Jo'g'lama, bo'ldi. Çay tayyor oldumi ya? Ha, birdan tupturgan hazırlık qaytib berme. Oy tex tayyormidi ba? Oy, bayam yaqima bola uyg'onib ketib yig'lab. Shu hazırlık tayyoq berme. Mak ish kechikib qolaydi degan vaqtida. Ay vallah. Bu uyda zodi. Bir yaqtim mashqniki vaqtida uxlayman. Ve qiziqgan o bayam yaqi o'z o'qitdi. Ammo nima qo'diraydi ekan? Muhtarınıza. Bo'ldi bolam. Ba'zi dadangizcha sizdan kichik bo'lib ketdi. Shundan bilan. Bo'ldi. Bu o'yga men bir bo'muliq qil kelgandek bir nervon nurultadi kesilib. Balni men baqsam, sen ish qilsa, Shu tomoq etan shu. O'xshatdimi? tak o'xshatdi. O'tin qo'lingizdan rastdan majma.
Aa, bulmak yeydi, tamak yeydi, çoğun buludu. Ha, geldiniz mi? Ha. Qo'sa qajab açta tamoq pişdimi? Ha, bu ettigenin yoqi. Ma Olimjon bilan bo'ptiman. Endi hozir, bu siz bolam yiqib turing, men ertaga hozirla. Balni men baqsam, sen nima ish qilsa? Shu tomoq etaman shu. Etmaymanlar degina. Vi, nega borsizmoqda? Yemabdimi bo'ldi bunda tamoqni. Vi, yo men ettigen yoqi bekor turmasam, yo qasdan qilmasam, shundan bilan o'zi hech qo'yilib qoldi ekan-ya. Asta uxlama bilan men tamoq etay. Tamoq etay. O'xshabdimi? Pek o'xshabdi. Xotin qo'lingizdan rostdan majma. Ha, keldingizmi? Ha, Men siz amroq benshir etgandim, kep tomoq yeb olgan. qo'sqim to'q. Bargu. Alışıqlab ketdi. O bilan. Şoğlama. Kapma, bilan şoğlama. O bilan şoğlama. Kapma. Bilan. Ema balının avazını paslattılar. Acayip seyrektim. Ya gündüz uxlatmagan, ya gece uxlatmagan. Bir balını bakamay. Kilim kız? Abalcıklap gitti. Haydi apa? Abalcıklap gitti buna. Oh, mana. Şoğlama oldu mana. Ulan tamak pişkandı. Ha, bazı kazan sep koygandım. Balık birden karap tursanız lan ben sep çıksam boptu ki. Yap yaş turup, akeri kutunun iş kısamay balam. Ve özünüz kayıtlan sizem işlerini. Ha? Kana demedim? Makul apa. Bu ögümen bir boğumuluk kıl kegendek bir nirvan örültüdü o kesili var.
Siz neyimde köyümde balamda pul soraversiz? Ha? Sen şundaq anam bilan ikkimizning o'tirib soğuqchilik sanmoqchimisan? Oy abba. Bunun hem sizde olsa ben qaysi bulup kaçılayım? Muş ayalığını meni zaten muş öyge sığdırmavatdı da. Meni turguzguz yok desem gipim işemeyse. Endi hoş sen gelse